Agarda sizni yuz teringiz tonal kremlarni qabul qilmasa, sizga professional uslublarni o'rgatamiz. Videomiz yoqsa, like bosishni unutmang. Makiyaj qilishdan avval yuzingiz toza bo'lishi muhim. Birinchidan, tonal kremdan oldin kunduzgi kremdan foydalaning. Yuzingizni kun davomida namlab turadi. Ikkinchidan, qishda va yozda doim SPF kremlardan foydalaning, tashqi zararli ta'sirlardan himoya qilishi uchun. Uchinchidan, tonal krem ishlatganingizda sponjikni maxsus sprey yordamida namlantirib, yuzingizga suring. Sizda makiyaj tekis va kamchiliksiz yotadi. Endi esa yuzimni yarim qismiga neprofessionalniy parvarishsiz surilgan makiyaj holatini ko'rsatib o'taman. Sizga qaysi holat ko'proq yoqdi? Kommentariyada yozib qoldiring.